Statistik ma'lumotlarga qaraganda 2021-yil hisobiga oilalar ajrashuvi 19 ming nafardan oshgan. Maxsus bo'lim loyihasining esa maqsadi mana shu raqamlarni yuqoriga ko'tarish emas, aksinchalik mana shu raqamlarni o'z o'rnida qoldirish, balkim u raqamlarni qisqartirishdir. Assalomu alaykum. Efirda maxsus bo'lim loyihasi 1-mart bahorning ilk kuni 2022-yil. Bugungi mavzuyimiz barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan blogerlarga ataladi. Bugungi murojaatchimiz ham o'zlari ishongan blogerni o'z fikrlariga ko'ra firibgar deb o'ylab bizga murojaat qilganlar va biz esa bu borada kuzatuvimizni amalga oshirdik. Kuzatuv esa u darajada uzoq kechmadi. Demak, maxsus bo'lim loyihasining bugungi sonini tomosha qilishingiz mumkin. Darvoqe, bugun oldimda Farhod Ma'rufjonov yo'q, chunki maxsus bo'lim loyihasi ijodkorlarini bundan tashqari, maxsus bo'lim loyihasidan tashqari bir nechta loyihalar bor. Meni kechir, Dada va bundan tashqari yana yangi loyihalarimiz bor va Farhod Ma'rufjonov bugun aynan mana shu loyihalar bo'yicha ishlash uchun otlanganlar, yo'lga chiqib ketganlar. Shunday ekan, bugun maxsus bo'lim studiyasidan men Sarvar Jo'rayev boshladik. Assalomu alaykum Sarvar aka. Meni ismim Dilara. Men sizga bir murojaat bilan kelgandim. Yoningizga menga sizning yordamingiz kerak. Instagram, TikToklarda shu hozir o'zini ijodini boshlagan, yo'lga qo'ygan bir qancha GIF konkurslari o'tkazib kelayotgan blogerimiz bor. O'shani kuzatib berishingizni yoki ular bilan bog'lanib turib aloqada bo'lib berishingizni so'rab kelgandim. Nima sababdan, qanaqa biz nima yordam bera olamiz, kimni kuzatish kerak, nima sababdan kuzatishimiz kerak? Shoqvangiz tanishingiz kerak, Shuhrat. Xo'p. Shularni kuzatish kerak. Bular bir oycha oldin GIF konkursi qilaman deb turib, sponsor sifatida, ya'ni o'sha o'zimni istoriyamdagi, o'zimni postimni podpischalarimni ko'tarishda Instagramga yordam beraman degan maqsadda endi как бы sponsor sifatida men ularga $50 pul o'tkazib berdim plastik kartalariga. Ha, hozir men tushunishim bo'yicha Shuhrat GIF konkurs qilaman degan, siz ularga pul o'tkazib bergansiz. Lekin bo'lmayapti. Lekin shu konkurslarini hech nima desa bo'ladi-da, bo'lishidan darak yo'q. Ya'ni misol uchun uni reklamasini ham ko'rmayapman, boshqasini ham ko'rmayapman. Shtobi hozir jim bo'lib ketgan. Men unga bir qancha marotaba Instagramdan yozyapman. Telefon orqali bog'lanishga harakat qilyapman, lekin ular aloqaga chiqmayaptilar. Ular bilan birga bog'lana olmayapman. Shu sababli men siz oldingizga murojaat qilib keldim. Shunga menga ozgina yordam bersangiz degan maqsadda. Xo'p, men tushunishim bo'yicha hozir endi u GIF konkurs qiladimi yo'qmi shuni bilishimiz kerakmi yoki nima, siz pulingizni qaytarib olishingiz kerak, nima qilish kerak? Ya haqiqatdan shu GIF konkurs o'zi qiladimi yo'qmi shuni bilish kerak. Haqiqatdan ham, birinchisi haqiqatdan ham shu GIF konkurs bor yo'qligi, ya'ni qilinadimi? Ikkinchisi, men o'sha bilan ishni to'xtatmoqchiman. Meni pulimni qaytarib bersinlar. Chunki men ham o'zim ularga nima qilib turib, sheriklarimni ham, dugonalarimni ham ularga nima qilganman-da, jalb qilganmanki, o'rta unaqa bunaqa birga ishlaylik, sponsor bo'laylik, pul tikaylik, shu narsa bizga ham ertaga foyda keltiradi degan maqsadda hozir endi u tanishlarimga ham men yolg'onchi bo'lib qolyapman, bu yerda yomon ko'rinib qolman. Shuning uchun menga Shuhratni kuzatib berishingiz yoki ular bilan bog'lanib turib aloqaga chiqib meni pulimni qaytarib olib berishingiz. Endi hozir biz unga qanaqadir ma'noda pulni qaytarib berib mamlakat demaymiz. Shu GIF konkursi qiladimi yo'q, o'shani so'rab ko'ramiz. Misol boshqa yo'l bilan bo'ladimi? Bo'ladi. Shuhratni o'zi taniymiz, unaqa bolaga ham o'xshamagan, unaqa birovning pulini yemasdi ham. Hozir iloji bo'lsa adreslarini olib turib yoki-da borib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimiz, charchamayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Shuhratning nomerlarimidi? Ha, o'zimni aka. Shuhrat aka bir iltimos taklif bilan chiqyotgandik. Xo'p, nima gap? Biza tashkilot edik. O'sha yaxshi blogerlar bilan, o'sha o'zini auditoriyasi katta blogerlar bilan GIF konkurslar qilardik-da biza. Aha.
O'shanga siz bilan ham bitta gift konkurs qilsak, sizni profilingizdan deb taklif bilan chiqyotgandik. Endi yaqin orada gift konkurs qilmayapsiz menimcha. Avvalambor e'tibor uchun rahmat kattakon, lekin biz o'zimiz gif boshlagan edik. Hozirgi kunda nabor sponsor ketyapti aka, bir 70% joylarimiz to'lgan. Agar sizda tayyor homiylar bo'lsa, biznikiga qo'shamiz, birgalikda o'tkazib yuboramiz. Foydani keyin kelishamiz. Lekin alohida bitta yangi gift qilmaysiz hali bu yerda. Yo'q aka, chunki boshlab qo'ygan givim bor, odamlardan pul olib qo'yganman. Bir 20 kunlarda inshaalloh xabar beraman 2 haftalar orasida. Agar homiylaringiz bo'lsa, keling birgalikda o'tkazib yuboraylik. O'zi hozir givlar ko'payib ketganning hisobiga homiy yig'ish biroz qiyin bo'lyapti. Hozir sizdan noldan boshlab giv qilaman deb homiy yig'ish ancha qiyin-da akajon. Bo'lmasa, aka bir yoningizga borsak bo'ladimi? Bugun bir yarim soat, 1 soat, 2 soatmi vaqtingiz bo'lsa, shu paytda borardik biz oldingizga agar ofisingizga ham aytib. Bo'ldi. Telegramdan mana shu nomerga oling, konkret ofisdamiz. Lakka tashlab qo'yaman, kelaver. Bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa lakka tashlab qo'ysangiz boramiz, aka. Rahmat kattaga. Bu gift konkurs boshlaganman dotda. Endi agar xohlasangiz, biz misol uchun endi bu blogerni kuzatib yurishimiz ham shart emas. Bu hozir biz Telegramdan yozamiz, o'sha o'zini joylashgan, qayerda joylashganini tashlab yuborsalar, katsasini o'zi borib, o'sha yerda kelishib olsak ham bo'ladi. Xohlasangiz shu pulingizni qaytarib olasiz, xohlasangiz qachon boshlashga oydinlik kiritib bilasiz bo'ladi. Bo'ladimi? Mayli, bo'ladi. Borsak bo'ladimi? Bo'ladi, boramiz. O'zimizning Telegramdan yozamiz. Bizga lokasiya tashlab bersa, biz keyin borib hal qilamiz. Xo'p, qarang, hozir kiramiz. Endi Shuhrat bilan boya ko'rdingiz, oldingizda aloqaga chiqdik. Kiramiz. Maksimalni, ana asabiylashmasdan iloji boricha o'zimiz ushlab gaplashamiz, deb bo'ptimi? Yo'q, hozir men o'zi uni oldiga kiray, ikki og'iz gapiradigan baribir o'zim ham gaplarim bor, ko'rsataman men unga hali. Yo'q. Bo'lmashdi, ketdik. Yuring. Ha, buni Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Mumkinmi? Keling. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Bola kel. Keling. Shuhratjon, Sarvar aka, salom tuzumsiz? Yaxshimisiz-ku? Charchamayapsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Tuzumsiz? Keluvdik mehmonga. Salom aka. Keling. Charchamayapsizmi? Tinchlikmi aka kameralar? Ha, endi bir siz bilan yordam qiluvdik, boshqa qiluvdik. Endi bir sizga qarshi bitta murojaat tushdi. Sinimiz taniysizmi? Yo'q, birinchi marta ko'rishim. men sizga 1 oy oldin sponsorlik uchun $50 bergandim. O'shani qaytarib olish uchun keldim. Mashinik aldoqchi bolalar ekansizlar. Men sizdan pul olganmanmi? Men sizga $50 sponsorlik uchun berganman. Instagram profilimni qo'ltalmoqchi bo'lib, siz bilan gaplashib, Instagramda men sizga $50 o'tkazib berganman. Qarang, hozir bizlarni tushunishimiz bo'yicha Shuhrat bular bizga murojaat qilib kelganlar. O'tirib olinglar aka. Ular aytdilar, keling, ana qiling, o'tirib oling. Qarang, bular shunaqa qilyaptilarki, bizga murojaat qildilar. Murojaatda shunaqa bo'lganki, siz gift konkurs qilgan ekansiz. Siz gift konkursingizga qo'shilganlar, sponsor bo'lib, homiy bo'lib qo'shilganlar, pul to'laganlar, $50 pul berganman deyaptilar sizga. Lekin gift konkurs bo'lmayotgan ekan. Bular meni alda yuribdi, Instagramdan yozsam yozmayapti, javob qaytarmayapti, qachon qilasanlar desam javob yo'q, bular meni pulga uxlatib ketyapti, deb aytibdilar, to'g'rimi? To'g'ri. Mashinniklarga uchrab qoldik. Yo'q, kim mashinani yiqibdi hozir? Siz mashinniklik qilgansiz. Men sizga 1 oy oldin $50 berganman. Kartezga o'tkazib berganman. 1 oy emas, nabor sponsorda e'lon qilganimizga 20 kun bo'ldi. Gift qilaman deb e'lon berganinglarda men siz bilan telefonda gaplashib turib, kartezga $50 pul o'tkazib berganman. O'shanda men ham nimamni Instagramimni ko'tarib bering profilimni deb turib sizga atvet ham yozgan edim. Undan tashqari yozyapman, siz menga umuman javob qaytarmayapsiz. Xo'p, Instagramningiz nima?
Zila. Men yozib beraman aka. Endi bo'lishi mumkin. Bularni ham endi nima deydi, podpischka obunachilari ko'pda o'sha qatorda, balki o'qimayotgandir, boshqa o'qigandir. Sponsorlikka yozib qo'yganmiz-da mana. Yozilgan-ku. Pul tashlagan ekansiz karta raqamga mana. Hozir mana bunaqa tomoni borda. 8-fevralda yozishgan ekanmiz siz bilan. Gif qilaman deganingizga уже ancha vaqt bo'lib ketdi. Homiylar Уже joyi- ancha vaqt bo'lib homiylar ketdi. joyi hali Lekin to'lgani qilmayapsizlar, yo'q natija yo'q. Men ko'rmayapman shunaqa natijani. Start bersak sizda. keyin obunachilar o'tadi-da sizga. Hali start berganimiz yo'q. Homiylar joyi yig'ilyapti. Taxminan yana bir 20 kunlarda start beramiz. 20 kun 30 kun oralig'ida. Men sizlardaqa mashinniklar bilan ishlamayman. Men pulimni qaytarib bering. Yo'q, qarang, bular hozir mana bunaqa narsa-da, men bitta narsa gapiring, bular sizni fikringiz bo'yicha shunaqa mashinik bo'lib ko'ryapti, lekin bu tushuntirib beryaptilar sizga. Men bularni yonini olmoqchi emasman. Biz umuman maxsus bo'lim yigitlarni hech qachon hech kim yonini olmaymiz. Kim haq bo'lsa o'sha taraf bo'lamiz har doim. Bular aytayaptilar, hali o'sha nima homiylar yig'ilishi kerak, homiylar yig'ilyapti, homiylar yig'ilgandan keyin boshlaymiz deyaptilar. Keyin bu bola 500 ming so'm to'g'ri, u 500 ming so'm pul. To'g'ri, lekin 500 ming so'mdan tashqari u qarab qolgan joyi yo'q bu bolani. Chunki men bu bolani bilganim uchun bu mana yaqinda bularni o'ziga ham bizdan yordamimiz tegdi. O'sha nima edi, Texas Credokarda bular o'zi imkoniyati yo'q odamlarga ham yordam berib, Meni qo'shmang Texasga aka. yo'q, yo'q o'shanda ko'rishdik-ku, o'shanda ham ozgina gap so'z bo'ldi, yo'q shuhrat bilan. Tashida ham yo'qmi aka? Texasga nima qo'shmang? Ha, to'xtatildi dedi. Ha, shunaqa sal yaxshiroq bo'lmadi menimcha, chunki mana dalil isboti yo'q narsani gapirib bo'lmaydi. O'zingiz o'qing aka. 31-yanvarda Malibekka o'tkazib berish kerak bo'lgan. Imminni o'sha ishlagan joyim. Nomingizga ekan-ya. Hozir mana aka piyoda yuribman. Men ularga kaptaya uchunmi berganman. Hozir mana piyoda yuribman aka. Siz $50 gapirasiz. Mana 15 ming dollarga bitta man emasmanda, уже bu narsani yozganimga qancha vaqt bo'lib ketdi, Yo'q, to'g'rimi? Sinem, bitta narsani Qancha tushuning. vaqt? Yo'q, siz jim turing, Yo'q, men hozir gapirib olay, men gapimni eshitib tugatib turing. olay, keyin siz gapirasiz. Meni gapimni bo'lmay turing. Aka, jim turing, men bular bilan gaplashmoqchiman. Bo'ldi, Anchadan beri gapiringiz qani? o'zim ham bularni qidirib yuribman-da, bordim, o'zlariga telefon qildim, bormasimdan oldim. Bular menga umuman javob qaytarmayaptilar. Umuman atvet bermayaptilar. Yozyapman, javob yo'q, tushunyapsizmi? Men undan keyin bularga murojaat qildim. Bularga murojaat qilmasdan oldin qancha o'zlariga keldim, gapirdim, telefon qildim, ko'tarmayaptilar. Yozdim Instagramdan, javob qaytarmayaptilar. Men nima qilishim kerak? To'g'ri, $50 kichkina pul bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin hozir o'sha $50 topishi o'zi ham emas-da, o'zi ham emas. Tushunyapsizmi? Bunaqa mashinniklar bor, mashinniklar ko'payib ketib boryapti. Bu mashinlikka kirmaydi bu. Bu mashinlikka kirmaydi. Yutuqqa Nexus 2 qo'yganmiz aka. Taxminan Nexus 2 narxi 4 ming, 3,5 ming bo'layotgan bo'lsa, biz 6 ming, 7 ming ko'tarib olishimiz kerak-da. Hozir endi mashinani puli chiqib qoldi, endi o'zimizning foydamiz yig'ishtirilyapti-da. Misol uchun delegaga 30 ta sponsor bilan boshlay olmaymiz-ku. Biz ham reja qilgan 120 tadan 150 tagacha bo'lgan homiylardan pul olishimiz kerak. Hozir taxminan 80 ta, 70 tacha homiy yig'ildi. Ozgina sabr qilib tursa boshlaymiz. Normal o'tadi. Hozir qarang, singlim bular mana aytayaptilar, hech qanaqa aldov yo'q deyaptilar, hech qanaqa mashinistlar yo'q deyaptilar. Prosta vaqt cho'zilib ketgan Yozishmalar ko'pligiga pastga tushib ketganda. Yo'q aka, men ortiqcha bu narsani cho'zilib yurishini xohlamayman. Bular bilan Hop, hozir sizga pulingizni qaytarib berishsa bo'ldimi? Menga pulimni qaytarib berishsin, bo'ldi. Ha, demak sizga o'sha pulingiz kerak Men bo'lgan. bunaqa mashinniklar bilan boshqa ish qilmayman. Yo'q, bular mashinik emasmiz deyapti-ku, bular ko'rsatib beryapti-ku sizga. Og'zingizga qarab Yo'q. gapiring seni. Nima og'zimga qarab? Yozishmalar ko'p bo'lsa qayerdan javob berma. Bir kunda 100 ta, 200 ta yozsa. Xo'p, mayli, bo'ldi, telefon vahima qilaman, qilmang, ko'tarmayapsiz. Necha pul o'tkazgansiz plastik $50 berganman. Pul hozir mana qaytarib bersalar, hech qanaqa da'vo qilmaysiz, hech narsa bo'lmaydi, pulingizni Yo'q, men olganingiz. baribir anaqa qilishim kerak-ku. Men dugonamam anaqa qilgan, bularga sponsorlik uchun pul o'tkazib bergan. Men hozir dugonamga ham telefon qilaman. Yo'q, voy, yo, to'xtab turing, hozir sanab oling pulingizni. To'g'ri pul berdilarmi? Endi qarang. Siz bizga murojaat qilib keldingiz. Biz siz murojaatingizga yo'q demadik. O'zimizga begona bo'lmagan odam bo'lsa ham, boya ko'rdingiz, yoningizda o'sha gif qilmoqchi edik deb turib telefon qildik bularga. Ko'rishib olish maqsadi siz orqali siz ko'rishingiz kerak edi bu odamlar. Boya telefon qilgansizlarmi deydi? Ha, biz boya telefon qildik. Tushuntirdim telefonni ham akajon. Giv konkurs boshlab qo'yganman. Xohlasangiz homiylaringiz bo'lsa qo'shib yuboraman. Birgalikda davom ettiramiz. Lekin alohida giv konkurs boshlamayman deb o'zimga ham tushuntirdim. Giv konkurs mana shunaqasini ham Buni ko'rdilar, o'zlari ham ko'rdilar buni. Agar hozirgi kunda aka giv konkurslar rostdan juda ham ko'payib ketdi. Lekin bir xilgilar ham bor, to'g'ri homiylar deyapti, yo'qolib qolyapti.
Gir konkurs ko'payib ketganiga eshitib turing. Ko'p bo'lyapti. Bunaqa holatlar juda ko'p bo'lyapti. Siz ham, bular sizdan bilanmi? boshqasi ham o'zi umuman olib qaraganda bloger degan odam o'zi hammasi mashinnik bo'lib chiqyapti. Pulingizni qaytarib berdim-ku. Hop, men pulimni Bo'ldi, boring chiqib keting ofisdan. qarang. Mani ofisimda To'xtab turing, hozir mana siz pulingizni pul oldingiz. oldim, bo'ldi, haydasin battan. Shu to'la o'qigan pulingizni oldingizmi? oldim, lekin men buni shundoq qo'yib qo'ymayman. Bu o'sha Nima qancha qilish kerak vaqt hozir ketdi, sizga? qancha cho'zilib ketdi bu narsa. Men hozir dugonamga telefon qilaman, u ham keladi. U bilan ham gaplashamiz. To'xtab turing, siz nima Pulingizni oldingizmi? Menga qarang, ey. Ha, bo'ldi, bor, chiqib ket To'xtab ofisdan. turing. Pulingni oldingmi? Menga qarang. Olsangiz. Pulingizni oldingiz-ku, sizga berdik-ku, to'g'rimi pulingizni? Hozir 1-2 ga nima deb hozir? Nima deysiz hozir telefon? Ne bu men? Buni siz tushunmayapsiz, buni hozir tushunmayapsiz. Bu tushuntirdi. Siz tushunmadingiz, to'la o'qigan pulingizni qaytarib berdi. Mashinik bular. Ben sizga Nima qildim men mashinani? Qarang. Hammasi mashin. Men sizga aytayapman, bu o'zi hozir 150 milliondan ko'p pulga o'zi uxlab turibdi, o'zi. Siz 500 ming deyapsiz-ku, o'zi hozir uxlab turibdi. Sizga pulingizni qaytarib berasiz. Siz aytasiz-ki, dugonamda deyapsiz. Siz bizga murojaat qildingiz. Biz siz murojaatingizni qabul qildik. Keldik, qo'limizdan kelgancha yordam berdik. Mana pulingizni qaytarib berdi. Sizga pul kerak bo'lgan nima bizga u qorong'i. Mana biz yordamni berdik sizga. Bemalol endi dugoningizni chaqirasizmi, boshqarasizmi, uni boshqa ko'rib, mana joyini bilib oldingiz, ofisini bildingiz. Shuhratni. Bemalol mana telefon nomeri, mana administratori, bemalol bog'laning, telefon qiling, dugoningiz bilan gaplashib ko'rib, dugoningizga aytishingiz mumkin. Endi bu yog'iga shartnoma qilsanglar bo'lar ekanda, chunki baribir endi hozir qachon boshlaysiz aytmagansiz, sponsor yig'iladi. Shunaqa bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Homiylar joyi to'lishi bilan start boshda degan. aytgan. Homiylar joyi to'lishi bilan Siz start boshda beramiz degan. aytgansiz, Homiylar joyi to'lishi bilan start beriladi degan. Bu bolaga o'zi tushuntirishni foydasi yo'q, bunga gapirishni ham foydasi yo'q. Bu bilan men o'zim qanaqa gaplashishim? Bo'ldi, hozir siz boshqa muammongiz yo'q, pulingizni oldingiz, hammasi hal. Men dugonamni ham chaqirib kelaman. Voy, bo'lmasa chaqiring dugoningizni, hozir mana shunda hal qilaylik. So'ngani chaqirib keling. Bitta bu emas, hammasi mashinnik bo'lib chiqadi ertaga. Bir tashqariga chiqib turamiz Sarvar akam bilan gaplashib. Bo'lmasa hozir biroz ham chiqib turing. Sarvar aka odamlar ajoyib Ya aka. endi mana shunaqa narsa bo'lyapti deyishyapti. Ko'pchilik o'sha ariza bilan kelyapti. Bizga o'zi bu birinchisi emas. Do'st, bizni bu murojaatni qabul qilganimiz sababi sizni eshitganimizdan keyin men o'zim qabul qildim-da. Shoq qo'yamiz deyishuvdi. Chunki Shuhrat dedi bunaqa bo'lmasa kerak deb turib, endi bularni oldilarida telefon qilib ko'rdim, boshqa qildim. Keyin o'sha adresingiz bo'yicha keldi-da. O'shanga endi men endi o'zim ham o'yladim, borishim bilan sразу bo'lmasa Shuhratni o'ziga aytsam, pulni qaytarib bersa bo'ldi, ish bitib ketar ekan deb o'yladim. O'zi yozganda ham shunaqa bo'ldi. O'zimga pul kerak, pulimni qaytarib tashlab bering degandan tashlab berardi. Anaqa bo'lmasa ekanda, bir bo'lmaydi. Endi bizda xafa bo'lish yo'q. Shuhrat, bizga ham xalq murojaat qilib kelyapti. Kim nima qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar shu murojaatni qabul qilamiz, o'sha bo'yicha ish qilamiz, deydimi? Chaqirib qolamiz, Shuhrat, bizda xafa bo'lmaysiz. Murojaatni qabul qilib, biz o'sha bo'yicha ish qilamiz, deb. Aka, sog' bo'ling, charchamang, salomat bo'ling. Bo'pti, xo'p, ko'rishamiz. Charchamang, xo'p, chiqmay qo'y. Kyoto, kir. Qolaverasiz. Kerak. Siz oldingizga menimcha Shuhrat. Tushunmadim. Yaxshimisiz? Siz Kimsiz? men sizga homiy bo'lgandim, bir konkurs boshlagandim. Xo'sh. Sizda bo'lsa 50 dollar pulim olgansiz. Dugoningiz bilan? Bir oydan oshib bilaman. ketdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Buni Sarvar. Boya ham bu kishi aytdilar, 20 kundan beri endi homiy yig'yapmiz. Hech qanaqa bir oydan oshib. Siz bir haftada boshlayman degandingiz-da, qanaqa qanaqa? deyilmagan. Homiylar joyi to'lsa start deyilgan. Homiylarning joyi endi bir oydan beri to'lmaydimi? Xo'p, hozir gir konkurslar ko'payib ketgan, shuni hisobiga homiy yig'ish biroz Sizga o'xshagan mashinniklar ham ko'payib ketgan. Bir oydan oshib ketdi. Yo, gir konkurslar boshlangani yo'q-da. To'xtab turing, qarang. Siz bilan dugonlarsiz, siz ham hozir nimaga keldingiz? Yo, mana bularga pulini qaytarib beribsiz. 50 dollar olganmiz mendan. Olganmiz sizlarning qo'llaridan pul. Nikiz nima? Yozaman, aytib yozmaysiz. Homiylar soni to'lsa deysiz. Bir oyda ham neujeli homiy to'lmaydimi? Hozir siz ham pulingizni olgan keldingizmi? Pulim olgan, pulimni qaytarib bersin. Shuhrat pullarni qaytarib bering. Hech qanaqa doiz yo'q, hech narsangiz bo'lmaydi. Hozir pulingizni qaytarib bersin. Davom 50 dollarni bersin. Bo'l. Shuhrat bering, bo'ldi 50 dollarlarni bering.
keyingi safar shartnoma qilib olib ishlasanglar bo'ladi. Shunaqa mashinalar ko'payib Og'zingizga ketganda qarab gapiring seni. yeydi, oladi. Kim yeydi pulingni? Ana Yo'q, bo'ladi. pulinglarni qaytarib berish. To'xtang. Yo'q, mana pul gap pulda emas, mana qarang, 1 oy bo'ldida boshlangan. Bir oyda 20 kun bo'ldi. Sizga o'xshagan mashinliklarni dastdan Mana. qiling syomka. Sizga o'xshagan 1 oydan beri homiy yig'ayapman deysizlar. Ko'pga orasida 2 oy Bo'ldi, mana puli. Boshlaysizlar. Kerakmas pulingiz boshingizga. Nega boshlaman? 0.2 qilaman. Nimaga 0.2 qilasiz? Mana puli seni men. Nimaga boshlamadingiz? Nimaga vaqtida boshlamadingiz? Bermadingiz. Yo'q, hop, bo'ldi, pulingizni qaytarib beryapti-ku. Menga pul kerak emas. Men siz 0.2 yozganimda o'shada gaplashamiz. Tegishli. Baraka topib ko'r, insonmisiz? Mana pulingizni qaytarib beryapman. Kerak emas. Qo'y bular bilan Mashinalarni qayda topishni bilaman. anaqa qilma. Yur. Sarvar aka, Yo'q. meni ko'ryapsiz. Bo'ldi, mana kamera turibdi. Kamera turibdi. Yozildi. Ko'rilyapti. Hammasini mayli endi tegishli joyga shikoyat qilishsin, gaplashsin, u yoq gaplashaveramiz. Aziz teletomoshabin do'stlar, maxsus bo'lim loyihasi muxlislari, hurmatli kuzatuvchilar, muhtaram yurtdoshlar, UzReport telekanalida tomosha qilganingiz maxsus bo'lim loyihasi va biz bu haftadagi navbatdagi kuzatuvimizni o'z yakuniga yetkazdik. Yana seshanba kuni 20:30 da xuddi mana shu vaqtda UzReport TV kanalida ko'rishguncha sog', salomat bo'linglar. Darvoqe, o'zingizni ehtiyot qiling, qo'shningizni o'zitmang, chunki maxsus bo'lim loyihasi ijodkorlari o'z ishlarini davom ettirishadi. Sog' bo'ling.